Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Termiz davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili kafedrasi o'qituvchisi Abdunazarova Zaynab Almurod qizi sizlar bilan boshlang'ich ta'limda imloviy va punktatsion savodxonlik fanidan quyidagi mavzuni ko'rib o'tamiz. Demak, mavzuyimiz punktatsiya tarixi, tinish belgilarining turlarini o'rgatish metodikasi. Rejalarimiz 4ta bo'lib, birinchi reja punktatsiya tarixi, tinish belgilarining paydo bo'lishi, tinish belgilarining dastlabki manbalarda qo'llanishi, tinish belgilarining turlarini o'rgatish metodikasi. Quyidagi 4ta rejani sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Demak, punktatsiya lotincha punktum nuqta, kichkina dog', ma'lum bir til yozuvidagi tinish belgilari tizimi. Yozma matnni punktatsion rasmiylashtirishni tartibga soluvchi, har bir tildan tarixan shakllangan qoidalar, me'yorlar, tinish belgilari tizimi, qonuniyatlarini, shuningdek, tinish belgilarining qo'llanish me'yorlarini o'rganadigan tilshunoslik bo'limi tushuniladi. Punktatsion savodxonlik bu o'quvchilarning yozma nutqda tinish belgilarini to'g'ri qo'llash, fikrni grammatik, mantiqiy jihatdan aniq ifodalash, tinish belgilaridan to'g'ri foydalanishni o'rganish orqali quyidagi ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Demak, birinchi ko'nikma bu yozma nutqning ravon va tushunarli bo'lishi, fikrlarning aniq va grammatik va mantiqiy jihatdan to'g'ri ifodalash, o'qish jarayonida to'g'ri intonatsiyani saqlash, matn mazmunini yaxshiroq tushunish. Demak, biz punktatsion savodxonlik orqali, o'sha tinish belgilari orqali har bir matnni to'g'ri tushunar ekanmiz, fikrimizni to'g'ri ifodalay olar ekanmiz, nutqimizning ravon va tushunarli bo'lishiga imkon yaratib berar ekanmiz. O'zbek xalqi o'z tarixiy taraqqiyoti davomida so'q, Orxon Yenasoy, Uyg'ur, arab, lotin va kiril yozuvlaridan foydalangan va ularda ham muayyan belgilar, ishoralar qo'llanganki, bularning barini hozirgi o'zbek tili punktatsiyasining asoslari deyish mumkin. 5-8 asrlarda O'rta Osiyoda keng ishlatilgan runik yozuvlarda ajratuvchi belgilardan foydalanilgan. Qadimgi manbalar tadqiqi bo'yicha izlanish olib borgan olimlarning ma'lum berishicha, Orxon Yenasoy yodgorliklari orasida irq va tegi turli ishoralarga boyligi bilan ajralib turgan. Undagi ishoralar haqida quyidagi fikr aytiladi. Asardagi bo'limlar bir-biridan qora siyohli qo'shaloq kelgan 1, 2, 3 hamda 4 ta kichik dumaloqlar tizimi bilan ajratilgan. Dumaloqlarning ichi qizil siyoh bilan bo'yalgan. Bu tartibga asarning boshidan oxirigacha amal qilingan. Asarning har bir bo'limi yangi qatordan boshlangan. Shuningdek, bu davr yodgorliklarida 2 nuqta bilan bir qatorda 1 nuqta ham qo'llangan. Ushbu belgilar qizil siyohda so'z va jumlalarni bir-biridan hamda qo'shimchalarni so'zlardan ajratishga xizmat qilgan. Keyinchalik esa arab yozuvi qo'llana boshlangach, ajratuvchi belgilar bilan bog'liq an'ana buzilgan va ularning o'rniga arab yozuviga xos boshqa ishoralardan foydalanilgan. Manbalarda arab yozuvida yordamchi vositalar sifatida quyidagi ishoralar qo'llangani haqida ma'lumotlar uchraydi. Birinchisi, bu ta'kid belgilari: tik, to'g'ri chiziq, qizil va quyuq qora ranglar. Ikkinchisi, ma'no belgilari: Qur'ondagi turish va determinativlar. O'sha Qur'ondagi ma'lum bir belgilar bu determinativlar hisoblanadi. Bezak belgilari: bular 19-asrlarda yozuvda keng qo'llangan bo'lib, bu davrda arab yozuvini isloh qilish, shuningdek, so'zlarni ajratib yozish an'anasi yuzaga kelgan. Tinish belgilarining 19-asrning ikkinchi yarmidan boshlab arab grafikasi asosidagi o'zbek yozuvida maxsus tinish belgilari qo'llana boshlangan. Punktatsiyaning rivojlanish bosqichlari. Qadimgi Rim va Yunon davri matnlarni oson tushunish uchun so'zlar orasiga bo'sh joylar qo'yilgan, biroq alohida belgilardan foydalanilmagan. O'rta asrlarda Injil va boshqa diniy matnlarni tushunarli qilish uchun turli belgilar ishlatilgan. Matbaachilik rivoji natijasida tinish belgilari tizimi aniq shakllangan. Masalan, fransuz va ingliz tilida virgul va nuqta keng qo'llanilgan. 19-20 asrlar zamonaviy punktatsiya qoidalari shakllanib, barcha tillarda aniq tizim yaratilgan. O'zbek tilida esa punktatsiya qoidalari dastlab arab yozuvi asosidagi yozuv tizimida shakllangan. Keyinchalik lotin va kiril alifbosiga o'tish jarayonida
tinish belgilari aniq belgilangan va hozirgi o'zbek tilining punktatsiya tizimi shakllangan. Muayyan til grafikasi yozuvi ikki xil vositadan harflar, alifbo va tinish belgilari punktatsiya tizimidan iborat. Punktatsiya tarixi punktatsion tizimning paydo bo'lishi, tinish belgilarining soni turli tillarda turlicha namoyon bo'ladi. Masalan, punktatsion tizim hozirgi ma'no va ko'rinishda G'arbiy Yevropa tillari yozuvlarida 15-16 asrlarda, rus yozuvida 18-asrda, o'zbek yozuvida esa 19-asrning ikkinchi yarmidan paydo bo'lgan. Yoki ingliz tili punktatsion tizimida apostrof va defis ham tinish belgisi hisoblanib, ularning jam 12 ta bo'lsa, hozirgi o'zbek punktatsiyasi quyidagi 10 ta tinish belgisidan iborat. Bular vergul, 2 nuqta, ko'p nuqta, nuqtali vergul, nuqta, so'roq belgisi, tire, undov belgisi, qavs va qo'shib tirnoqdan iborat. Punktatsiyaning qo'llanishidan ham tillararo tafovut bo'lishi mumkin. Masalan, ispan tilida so'roq va undov belgilari gapning boshida va oxirida qo'yilar ekan. O'zbek tilida punktatsiyaga doir qilingan tadqiqot ishlariga ko'ra, o'zbek punktatsiya tarixini quyidagi davrlarga ajratish mumkin. Bular birinchi 8-asrlar, bu davrga oid oromiy va turkiy runik yozuvlarda manbalarda ishlatilgan tinish belgisiga o'xshash vositalar. Ularning asosiy vazifasi ajratuvchi bo'lib, gap qismlari, ma'lum oraliq masofa, intervallar vositasida ajratilgan. Bu davrdagi belgilar hech qanday ma'no ifodalamagan, shunchaki so'zlarni o'zaro qo'shilib ketmasligi uchun xizmat qilgan. 9 va 19-asrlarda punktatsiya taraqqiyot tarixining bu davrida arab grafikasiga asoslangan eski o'zbek yozuvi amalda bo'lgan va ajratuvchi belgilar tugallanganlik, xabar, so'roq, buyruq kabi qo'shimcha vazifalarni bajara boshlagan. Gap mazmunini farqlash uchun nuqtaning turli ko'rinishlaridan foydalanilgan. 9-asrning ikkinchi yarmidan 20-asrning oxirigacha bo'lgan davr, bu davrga kelib tinish belgilarining tizimi va ularning vazifalariga aniqlik kiritilgan bo'lib, til egalarida tinish belgilarini qo'llash malakasi shakllangan. O'zbek punktatsiyasining shakllanishi va rivojlanishida ayniqsa 1871-yilning 28-apreldan boshlab 1917-yilning boshlarigacha muntazam ravishda nashr etilgan Turkiston viloyatining gazeta muhim o'rin egallagan. Bu davrda tarjimashunoslik ham juda rivojlangan va ayni jarayonda asliyatdagi tinish belgilari ham o'zbekcha nusxaga o'tgan. 20-asrning oxiridan hozirgacha bo'lgan davrda esa sohada izlanishlar olib borgan tilshunos olimlar tomonidan punktatsiyaning nazariy va amaliy masalalari o'rganilib, tinish belgilarini qo'llash bo'yicha qoidalar takomillashtirilgan. Tinish belgilari haqida dastlabki ilmiy ma'lumotlar Ashurali Zohiriy va Abdurouf Fitrat asarlarida uchraydi. Tinish belgilarini turish belgilarini nomi ostida o'rganib, Nahv asarida 12 ta tinish belgisi keltiriladi. Hozirgi o'zbek tilida 10 ta tinish belgisi mavjud bo'lib, ularning o'z tarixi, grafik shakli va qo'llanishining ilmiy asoslari mavjud. Hozirgi o'zbek yozuvida 10 xil tinish belgisidan foydalanadi. Bularni quyida ko'rib o'tishingiz mumkin. Demak, o'zbek tilidagi tinish belgilari qo'llanishiga ko'ra ikki xil bo'lib, gap oxirida qo'llanuvchi tinish belgilari bular: nuqta, ko'p nuqta, so'roq va undov belgilari hamda gap ichida qo'llanuvchi tinish belgilari. Bularga vergul, nuqtali vergul, tire, 2 nuqta, qavs, qo'shib tirnoqdan iborat. O'zbek tilidagi tinish belgilari qo'llanish usuliga ko'ra yakka holda qo'llanuvchi tinish belgilari, bunga faqat 2 nuqta kiradi va yakka va takror qo'llanuvchi tinish belgilariga qavs, undov, so'roq yakka holatda ham, takror holatda ham qo'llaniladi. Masalan, qavs yopiluvchi qavs shaklida qo'llanganda yakka ishlatiladi va quyidagicha bo'linadi. O'zbek tilidagi tinish belgilari tuzilishiga ko'ra bir tarkibli tinish belgilariga vergul, tire, nuqta va ko'p nuqtali tinish belgilariga 2 nuqta, nuqtali virgul, qavs, qo'shib tirnoq, ko'p nuqta, so'roq va undov belgisi ajratiladi. Ko'p tarkibli tinish belgilari tarixan 2 va undan ortiq belgilardan tashkil topgan bo'lib, ular hozirgi kunda bir grafik belgi sifatida qaraladi. Ilmiy manbalarda o'zbek tilidagi tinish belgilari vazifasiga ko'ra 3 guruhga bo'lib o'rganilgan. O'zbek tilida
Birinchi guruh chegaralovchi tinish belgilari bo'lib, ularga qo'sh turnoq va qaus kabi tinish belgilari kiradi. Ikkinchi guruhga ayiruvchi tinish belgilari bo'lib, bu guruhga nuqta, so'roq, undoq, nuqtali virgul kabilar kiradi. Uchinchi guruh murakkab vazifali tinish belgilari bo'lib, bu tinish belgilar matn qismlarini o'rni bilan ham ajratish, ham chegaralash, ba'zan esa biriktirish vazifasini bajaradi. Masalan, ikki nuqta ajratish va biriktirishga, virgul va tire ajratish, chegaralash, biriktirishga xizmat qiladi. Quyidagi bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Rahmat, sog' bo'ling.